Oyog'i og'rib, o'tirib turishga qiynaladigan odamlarga juda ham qo'l keladi. Azizlar, bugun bizga bir-biridan go'zal ikkita hadya yuborilgan joynamoz ixlos brendi nomidan. Hozir shuni sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Bu ortopedik joynamoz. Oyog'i, tizzasi og'riydigan insonlar uchun juda ham mos qilib ishlab chiqarilgan. Aynan tizza qismining o'zida qalin yostiqchasi borligi hisobiga oyog'i og'rib, o'tirib turishga qiynaladigan odamlarga juda ham qo'l keladi. Joynamozdagi ko'shadan bo'lib, juda ham qalin bo'ladi. Ya'ni suvni o'tkazmaydi. Yosh katta buvilarimiz, dodalarimizga, onalarimizga hadya qilsak, duolarini tagida qolishimiz aniq. Chunki aynan ortopedik joynamozlar bizdan ko'ra ko'proq ularga kerak bo'ladi. Bu joynamozlarni mana shunday qalin, har xil turlari, ranglari ham bor ekan. Ko'rib, o'zingizga ma'qulini tanlab, bemalol buyurtma qilsangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i, viloyatlar bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor ekan. Joynamoz ixlos jamoasiga ushbu sovg'a uchun kattakon rahmat. Ramazon oldi eng go'zal hadya bo'ldi. Agarda sizga ham xuddi shunday joynamoz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.